Selam kamerayı sizler bilen men Jahon Minecraft. Bugünkü videoda biz Karachi idi quramiz. Karachi mana uyni davomini quramiz. Karachi kanalga abone olup like bosmayı, endi bu yerda full Mastercraft ve Minecraft Minecraft videolar. Bir ikkita chiroqlar ulashamiz bu xonaga. Qanimizni xonadonga. Zare. Короче. Peş. Короче. Hop keçildi bu videoda sokunuşlar bo'lmaydi dedim, lekin men bilmay qoldim. Mana o ikki eshik bo'lsammikin, qilsammikin. Mayli, sizlar xohladinglarmi ikki eshik qilaman. Uxlavoramiz. Qaranglar, Dream. Qaranglar, Dreamning seyfi. Yo, lekin qotib qoldi do'stlar. Teknologiya deydi-ku. Короче. Xo'maydi. Do'stlar, sokinlik bilan jim pillar quvamiz. Qotib qoldi do'stlar, uzr, qotishlar bo'ladi, uzr. Qotishlar bo'ladi, sizlardan uzr so'rayman. Qotishlar uchun buni to'g'rilay olmadim men qotishlarni. Nima bo'lgan bunga? Ina şu daraxt xarob bo'ling bu. Niye? Do'stlar, maktab seriya olaman yaqinda lekin 2 odam kerak bo'ladi shuning uchun. Agar shu videoga 500 ta like yig'ilsa men buni qilaman. 500 degani ko'p degani bilaman, lekin ammo sizlar hayratda qolmasinglar mumkin. Ukam telefon olmayapti shunda ukam telefon olsa. Shuning uchun 500 ta like'dan keyin telefon oladi ukam. 500 ta like bo'lsa, qaranglar do'stlar, 500 ta like bo'lsa ukam bilan maktab serial olamiz. Agar 500 ta like bo'lmasa, 500 ta like bo'lmasa maktab serial chiqmadi, lekin katta maktab qariyalar emas endi. Katta maktab hozir Короче, katta maktab, zabori ham bor do'stlar. 500 ta like yig'ib berishinglarni so'rayman. Iltimos do'stlar, bu zarur. Chunki meni aktivim yo'q, bor to'g'ri 40-50 ta like yig'ib deysizlar. Shortsda mayli bo'ladi, normal. Lekin katta videolarda aktiv juda past bo'lyapti. Like'lar ham kam yig'ilyapti. Diyor 2014 birinchi qo'ygan videosida 127 ta like bo'lgan, lekin meniki birinchi qo'ygan videoimda juda omadsiz bo'lgan. Shuning uchun like va obuna kerak. Shuning uchun obuna bo'lib like bosib qo'ying. 500 ta like bo'lsa maktab serial albatta chiqadi do'stlar. Maktab serialini sizlar ham qiziqib kutyapsizlarmi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Hop. Maktab serialini to'g'ri hamma kutyapti. Aytgancha bo'lmish hayoti ham ikkinchi qismi albatta chiqadi. Sizlar obuna bo'lsanglar. Do'stlar, agar sizlar bo'lmish hayotining birinchi qismiga 80 ta like yig'ib bersanglar,
men bo'lmish hayoti ikkinchi qismini olaman do'stlar. Shuning uchun like va obuna bosishinglar zarur bo'lib turibdi. Judayam obuna zarur do'stlar. Obuna bizlar uchun katta bir narsa. Qarchi. Buna g'alati chiqqan bo'lsa aytinglar, g'alati yoki g'alati emas, zo'r deb aytinglar. Bitta ham xona bo'ladi do'stlar. Bo'lmish hayotini ikkinchi qismini kutinglar, lekin 80 ta like'dan keyin. Albatta 80 ta like yig'ishinglar zarur. Hop. Poyagidek qilamiz buni. Qo'y Minecraft videolari sizlarga yoqami? Like bosib qo'ying. Mana hayotdan kirib, mana hayotga boraveradi. Menimcha chiroyli chiqdi ichkaridan qarasam. Bunga 3 tali oyna. Hamma yerga 3 tali oyna qo'yishim kerak. Mana o'tkada 3 tali oyna, lekin bir qator. 6 minutlik. Yepti. 80 tamam bo'lmuş hayatın ikinci kısmı do'stlar. Va'da beraman, chiqaraman, lekin 80 ta like'dan keyin deb kelishib qo'ydik biz do'stlar. Obunachilar. Mol qalisan? Sening kanalimga obuna bo'l. Obuna bo'lmaganga o'xshaydi. Qanaqadir bu. Короче, bo'lmish hayotlar ikkinchi qismida juda ham ko'p ishlar bo'ldi. To'g'ri eshitdingiz. Do'stlar, mana uyga baho berdilar. To'g'ri tashqaridan g'alati, lekin ichkaridan gilam keyin yashirga keyin ko'k gilam. Birinchisiga mana o'tga ko'k gilam. Chunki menga yoqadigan rang ko'k, bilasiz. Lekin bilmaysizmi? Menga yoqadigan rang qaysiligini haligacha. Bilganlar obuna, bilmaganlar like. Короче, meni shorts videolarimda aktiv bo'lishi mumkin, lekin katta videolarimda aktiv yo'q. Shuning uchun obuna bo'lib like bosing do'stlar. Короче, bu mana bu yerda men dam olib yotadigan joy emas. Mana bu yerga oq gilam qo'yamiz. Oq bilan oq yarashadimi do'stlar? Kommentariyada yozib qo'ying. Do'stlar, like bosing. Hammanglar like bosing deb ko'p aytdim. Qani o'zingizlardan bo'lyaptimi? Ishlar zo'rmi? Chotki bu ketyaptimi? Charchash yo'qmi? Короче, tushundingizmi? Men zamonaviy shkaf yasashni bilaman. Qayerga yasayman? Hammaydi. G'alati turdi. Sizlarga ham g'alati tuyulmayaptimi? Ana bo'ldi. Rasm ortiqchalik qilmaydi.
9-10 minutlik bo'ldi video. Hammaylar yashilgilarni pastga qo'yib olaydi. Keyin birgalikda xayr qilamiz. Xayrlashamiz degani. Yashilgilar. Korotchi bir gap aytaman, menga ko'k rang yoqadi. Menga oldin hamma rang yoqqan, keyin o'ylab qarasam ko'k. Kimga ko'k rang yoqadi? Kommentda aytgancha. Uzr kesalaylar, shunaqa qilib gapiryapman. Xo'p, mana gilamlarni qo'yib chiqyapmiz. Yo'q, o'ningni sani. Desa uzr, so'kinish yo'q. Korotchi, xayrlashamiz hozir. Korotchi, hammaga xayr, like bosing, obuna bo'ling. Bu Minecraftdagi meni abadiy skinim bo'ladi. Skinim ana shu. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.